Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormaylar. Yaxshimisiz, sog'misizlar? Baxayr bormi? Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Bizni tanishtirayotgan bu qismatda, bu nihoyatli qismatda, vazifa qismatda bu ko'ruvchilarga ma'lumot bering. Mani Osmon Nazirlo taqallisim dayakchi. Taqriban bir 10-12 yil bo'lanki, shu daraxt hisobda bir ozroq shaf topilib, shunga bir bitta qo'shiq qilib, bir necha dona daraxt ekkan deydi. Hozir mana mayda-maydadan endi xeyla tuzaldi ham, mana daraxtlarga osilib kirdi. Mana zardoli bor, shaftoli bor, oli, har nav daraxt bor. Bizlar xorijda dohil men olib kelyapman bu yerda ekkanman, mana shular amasam inshaalloh osilib kiraman, osil ham qilib chiqdi va tayyor bo'lgan ham bor, pishgan ham bor. Mana ba'di bir şey ekkan daraxtlar ham bor. Bu yerda nima daraxt istasangiz bor, xudoga shukr bor. Endi bundan buyon savur, mana ponzay savur bo'ldi, shuruq bishmoqqa zardoldan. Mana ba'di ham odatlar kito mizon aqlari uchun 5 kilo uradi. Buradagi nihoyatlar hammasi vatanimi yo xorijdan asirib keltirib o'lqizdiramsiz? Bu yerdan endi men Turkiyadan niyol olib kelyapman, alma olib kelyapman, oli kelgan, sonra O'zbekistondan niyol olib kelyapman, O'zbekistondan Arnav niyol olib kelyapman, O'zbekistondan shunday vaqtlar bo'lanki 1 yilda 7000 niyol olib kelgan illarim bor. Olib kelyapman, bastan qo'ylar amajoy tavdi qilaman. Sonra Tojikistondan kelgan, aynan Pokistondan kelgan shu har joydagi birnaz Afg'onistonda yaxshiroq bor imkoniyat baror bo'ylanki, boryapman, kelyapman, o'sha yerda shavq etaman, olib kelyapman, ham gulni olib kelyapman, ham niyolni olib kelyapman. Ba'di ham umid borki, bundan ham yaxshiroq to'pdan olib keladi. Afg'onistonda ham o'z viloyatlaridan Jalloboddan olib kelyapman, misol Jaldizdan alma olib kelyapman, Jalloboddan nima raqam Moltan, Norin, shu bir namud mardim uchun bir ko'rsatib do'stlar aloqamand bo'lsin-da, gulni olib kelgan, hamma joydan ham olib kelganlar, Iroddan kelgan, Qunduzdan keladi, Taxordan keladi, Badaxshondan keladi, hamma joydan olib keladi. Bundan buyon ham umid borki, ham olib keladi. Hududi necha xil nihol burada bor keladi. Taqriban shu meva qilayotgan niyoldan imkoniyatki muqomat savi siqqa bor, shu suya imkoniyat agar suya bo'ladi, suya nimasi bo'lsa yo savqa muqomat qilarda niyol bo'lsa, shu yerda bo'sha niyoldan har niyol bizda shu obovoya, misol bizlarda necha mushkil bor bu yerda. Bizda unda mushkullar birinchidan suv, ikkinchidan zamin, uchinchidan issiq, to'rtinchidan savqa, 4 mushkil bor bir niyollikka. Mana shu niyollikka katta qilamanda 4 mushkil bor. Agar 4 mushkil ham muqomati bo'lsa, mana shu niyol ham qayta natija beradi. Osil qiladi, mana shuni savq urmaydi, issiq ham xarob bo'lmaydi, muqomati bor. Masalan, anor, mana bu mukammal, mana bu ketishid anor. Anorni ham bizlar misol 4 yerdan anordan, 5 yerdan anordan bor, Jaldizdan bor, nimata Toshqo'rg'ondan anordan bor, Qanduvondan anordan bor, sonra Tagobnijobdan anordan bor. Shu anorlarning hammasidan bor. Shu mana bu anorni misol savq, 15 dan oshdi muqomat savqqa yo'q. Savq uradi. Yo kumas bundan ya o'tin mutalab kumas Zimistonda yo bo'lmasa kummasa 15 bor manfi savq uradi. Bas taydan arra bo'ladi, yangadan to'g'ri navda bo'lib chiqadi. Misol mana shunday onayni shakl, misol alma bir xil vatan almalari bor, yaxshi muqomati bor. Mana bu savqqa nimasi issiqqa muqomati. Boshqa xorijiy daraxtlar bor, almalar, ular ko'p bo'la issiqqa muqomati yo'q. Almaki bor, savq joyda bo'ladi, sar joyda bo'lar. O issiqqa bilan tajriba qilib ko'rdiydi hamasini. Mana hozir shunday almalar bor, bir donasi 250 gram keladi, shu Turkiyadan kelgan. Har donasi 250 gram alma keladi. Olmani biltir mezon oyda men nokni olib qo'yaman o'yimda. Hozir ham mana savurdan 15 bo'ldim, 20 bo'ldim. O'sha nok mana olimda bosh bilan uzilgan, qo'yilgan. Ayni buttadan uzilganda. O'sha natija berayotgan zot shunga ketirib istifoda qilgan, o'shani amalini ko'rib, nimaga yetib turibdi, ishlab turibdi. Burada xo'sh narsa bor. Amlut bor, am bor, xo'sh norinj bor, limu bor. Oya shu antxuyda daraxtlarda sotib qo'yishda mumkinmi bu? Natija bermaydi. Amlik bor, amlik misolan 80% natija beradi. Xurmolu, amlik ikkovi bir xonadon bo'ladi, xo'p. Sonra misol ambo bular bo'lmaydi. Misol norin, limu buzotlar bo'lmaydi. Limu bor, sartxona qilasiz, ustini yopasiz.
sonra qishda garim saqlaysiz. Bular sovuqqa muqomat yo'qdan. Mana masalan bir xizmat issiqqa muqomat yo'q. U zo'r bu yerda bo'lmaydi. Shu men aytsa avvalo men nima qildim, yo'lovali qildimki, shu nimaki daraxt shu yerda bir tane men 100 daraxt ketar ekanman, shuni vur raqam daraxt. Shu qaysi natija berdi, o'shaning ustida ishlayman, boshqasi natija bermayman. Zotni yoqasib ko'radi, nima yo'qdir. Agar uni qilganingizda sarishtasi qildirmaydi bizda. Durust. Bu yerda qaror ko'raman, ko'p nihollar bor. Oya siz solona bir yilda qancha meva sotasiz yo do'stlar bilan yeyasizmi? Bu endi misolan mana shu yerda biron 500 daraxtim bo'lsa muxtalifdan, bu bog' emas, bu bog'cha. Bog' bilan bog'chani ma'nosi shuki, bog'cha 4 tafriq joy, tafriq 4 nafar, 10 nafar aylanib tafriqlagan. Agar bog' bo'lsa, 100 ha daraxtni bir mintaqani ekasidan baysob nimasi uchun chorda chor andoza reja bilan naqshasi amasli sistem bog'dorlikka bo'ladi. Sonra bular bir andoza bizlar qalinroq ekan, bir har muxtalif qilib ekan, bu rastani anofdan bir rasta zardoli, oli, shaftoli. Bu yerda endi do'stlar anqida bilasizki, suv yo'q, havo issiq, amajoy behri nimadan xalos bilan daraxtdan. Shuni ma'lum tashqi qo'yib, qalinroq ekan, jangal ko'rib kelgan odamni bir dafa ko'zga jangal ko'rsa, "Oh, dedi, mana bir daraxt ekkan bo'lar ekan." Agar bunicha 10 daraxt, 100 daraxt ekilgan joy 10 daraxt ekkan, misol bog'dorlik hisobda. Sonra bu bir maydon ma'lum ko'zga nimasi beradi. Sonra uni ma'lum uncha aloqaman bo'ladi. Mana shu bilan mana ariyoqda nari ikki daraxtdan narida orqasi ko'rilmaydi. Nima uchun shuni jangal qilyapmizki, ma'lum tashqi bo'lsin deb. Durust. Bu bajuzaz bu nihol bu bilan sandalzonli u daraxt u burada başqa nima tafriqlar ham masalan bardim kelsa u ko'rsa u g'ulsa u sarisa o'tsa boshqa nima imkoniyatlar Bu mana biltir bir avtotati ro'zona hech kim yodiga tushara kelmaydi. Azorxon do'stlar keladi bu yerda normal kecha avval oqshomdan to ertangacha o'tiradilar. Obozda suv nima taqiladi. O'shani bir andoza bizda suvniki lekin bizlar nima teshib borgandiki, o'shani suvni mana shu daraxtga qo'y. Daraxtga o'sha avzobozning suvni qo'ydi, ariqning suvidan ham ko'ra 50 metr baland ketdi, natija berdi. Daraxtga 2 metr bir daraxt navda berdi. Mana ila hozir ko'rasiz, mana damozda daraxtlar bor. O'zbekistondan olib kelyapman. 120-50 daraxt tutni 40 qammanni payvand qilyapman. Hozir daraxtni ko'ring, behi bir shunda bir javon daraxt bo'lanki, aynan qarang amaliyot qilib tuzalgan odamday 120-50 daraxtni bilaman, shunda qilib nima qilyapti, katta qilib olyapti. birontalar aytadi asli niholdan ko'ra payvand bilan niholi hosili ko'p bo'ladi. Shu qismatda nima deysiz? U payvand bilan nihol tabiiy o'sha payvand bilan nihol bizlarda bor, mana donada ekildi, xasak aytiladi. Xasak aytildi, xasak masalan 10 yilda hosil qiladi, 5 yilda hosil qiladi, 7 yilda hosil qiladi. Bu payvand esa shu yil ekdi, shu yil payvand qilib, oyanda hosil qiladi bu. Payvandning mana shu ma'nosi shuki, mana shu bir ximchani olasizdan uchidan shuni payvand qilsangiz, uchidan payvanddan nimasasi kelsa, mana bu yerning navdasiniki shu yil hosil qiladi, mana bu yerniki so'rakil, mana bu yerniki har qancha ketga qarab borsa, navdan taydan olsa, payvand hosili kechroq bo'lib boradi. Har qancha daraxtning nimasasidan uchidan olib payvand qilib tez hosil qiladi. Durust. Bir nihol daraxt bir yil ichida kam ishsa qancha suv ichsa, masalan mana shu nihollardan kelamiz. Ko'p ishsa qancha? Daraxtga ko'p ishsa nuqsitami? Yo kam ishsa qancha vaqtda quriydi? Qancha suv ishsa quriydi? Endi bunda bir hisob bor. Suvni hech nuqsi yo'q. Suvni hech nuqsi yo'qligini dalil bizlarning zaminlar aniqlaylarkilar. Issiq zo'r zaminni tayda hech 40 metr kavlamada suv yo'q. Zamin tay xushga aylangan. Bunga har qancha suv qursangiz, quribda mardilarda bir tarafda gulda suv qursangiz, bunda avval bir vaqt zamonda bo'lgan mezondan suv qo'ygan, chillasi bilan to o'tgacha suv qo'ygan. Zamin bilan chashma bilan kam o'tasiz, basta suvdan to'yla bilan. Endi u holat yo'q, quruq zaminda 1 metr kavla, bir qadam kavlasan, 1 metr kavlasan, quruq to'rpoqdan. Ana bunga har qancha suv qo'yibsiz, yetibsiz suv qo'ying. Suv endi bundoq bilan javza saratonda issiq bo'lsa, biron daraxtga nuqta yetadi. Misol anorni har tayda damon 1 metr suv bo'lsa, qishi bor 1 metr suv bo'lsa natija beradi. Anor, yo misol anjir. Mana bu zotlar nok. Mana biron mana zardollar javza saratonda suv qo'rsangiz, qo'rmay suvni birdan qo'rsangiz, yo sel suvni qo'radilar, daraxt quriydi deydilar. U yuzini pardalaydi, suv qaynaydi. Suv qaynaydidan sonra mana bundan mushkil topadidan daraxt quriydi. Boshqa mana bizda bu javzada kelgan mana suvni tizbaror avdi suvni mukammal shunga qo'raveradi endi mana endi. Misolan mana endi avzo bozatdi, mana uni qapqadan supermarketda mana o'ltirilgan 4 ta mehmon kelsa, 10 ta 100 ta kelsa, daraxtlarni taydan omadali qishlarni keltirib omadali har 6 nafar 10 nafar bitta suvocha tuzda qolib taylar kelasiz 4 ta do'stingiz bilan kelib bitta daraxtda o'ltirasizdan shu yerdan xotir aniqlikni bir kelaykon xorijdan, daxildan kelaykon mehmonlar uchun sizning 4 ta mehmoningiz bor, shu yerga olib kelasiz. Shu yerda bizlar
nima raqam imkoniyat bor, shuni sizlar yaratib, 4 ta mehmonlardan o'tamiz. Va xayr inshaalloh nasib bo'lsa, shuning uchun umid mana supermarketni sotyapti. Ba'zi planni chiqishida mana Chin bilan O'zbekistondan men nima narsa qiladi? Chin bilan Erondan kishni olib kelyapti mayda bolalar uchun. Mana to'g'ri bir audio ham ibtido qilamiz. Xolischa siz mayda bolalaringizni olib kelasiz. Bunicha kishtida suv qo'rlar, audio kishtayda bular bachalar shunda tafriq qiladi mayda bachalar. درست bir mavzu xeyli muhim. Antiqada bilasiz burada imkoniyat bor, suv ko'p, sizda shirin suvlar. Lekin biror joyda borki aslan suv dastasiga bo'lsa ham juda bir sho'r, juda bir achchiq. Unda bir odamlar bir qanday bir niholiy kisalarga toki o'sha fazla sarsabz bo'lsa, daqqal bir suv kam ichsa. Suv kam ichsa, misolan mana shu anoriya suvini ko'p qo'rsam bo'ladi, kam qo'rsam bo'ladi. Agar suvingiz bo'lmasa, kam qo'ring, kam navda qiladi. Agar suvingiz bo'lsa, 1 metr navda qiladi, suvingiz bo'lsa, yarim metr navda qiladi. Vaqtiki beriya imkoniyat nimasi suvingiz bo'lmasa, zaminingiz xarob bo'lsa, o'shanga agar yetib bo'lsa, zaminni 4 bog'on tabdiq qiladi. Agar bundan bo'lmasa bir anor eksangiz yo anjir eksangiz, misolan anjir bor, jiyda bor, mana bu zotda o'sha shu suvingiz ham natija beradi. Shu 4 bog'ga ham natija beradi, achchiq 4 bog'ga natija beradi. Aytadilarki, anjir bor, yulg'un bor. Bir ilda anjir yo'q. Jiyda bor, yulg'un bor. Ilda bir qala suv ichsa ham chorasi bo'ladi deydi. Shu gapni nima deysiz? U ilda bir qala chorasi bo'ladi. Unda so'ng kayfiyat osili bu zotlar nimada bo'ladidan, kamaladidan. Bir ilda bir qala ichsa, bir ilda bir qala ichsa, misolan nimada bo'ladi? Dona zardolini misol donasida bo'lib qoladi qotuv. Zardoli o'zida bo'lmaydidan. Ana bunda suv kam bo'lsa, olib siz shuning suv ichmasangiz, avsalayoq siz yurib borsangiz bir 10 qadam. Shu hamma zotam inson har narsa bo'lsa ham suv bilan mana shu daraxtni men 500 daraxtim bor, 500 ta avlodim bor, cho'tlayman, qayman. Mana shu yerdan kecha yarim kechada kelaman, shu daraxtga qaraymanki, nima mushkul topdi, nima kasal. Susizmi yo, ochmi, kasalmi, nima mushkul bor. Vaqtga buni ko'rdim, ertaman men buni ishlayman, shuni topsam. Durust, tashakkur, salomat bo'ling. Qabullar, xush kelibsizlar. Mana bizlar xizmatda umuman aniqo'y mardimni xizmatda mana men kecha kunduz birtadan 10 ta, 100 ta, 1000 ta mehmon kelsa, mana qazolar jo'rab qo'yilgan, ko'rak kabob qo'yilgan, sindiz mehmon keladi. Mana bizlar xizmatda noni piyot peshonavot topgan zotimiz biz allarga qo'yamiz, mehmonni ham o'zini. Hammani obro'yi mana aniqga bir mehmonki boshqa viloyatdan keladi, xorijdan keladi. Hamma o'ziniki mana bu bir meniki emas, bog' millat bir daychixonani hamma umum daychixonlarimniki va ba'da ham umum aniqo'yim bog'i bu. Men yakka o'zimni otimda emas, bu umum aniqga nima desam. Xor qilaman ki bitta keladi, 4 ta mehmon keladi, shu yerda kelib bir gilos suv ichsam, menga katta iftixor bu. Tashakkur.